أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, kimki shak kunida roza tutadigan bo'lsa, batahqiq Abul Qosim Muhammad sollallohu alayhi vasallamga osiy bo'libdi deyaptilar. Bu shak kuni Sha'ban oyining 30-kuni hisoblanib, agar kimdir bunda nafl roza tutadigan bo'lsa, gunohkor bo'lishi haqida Payg'ambar alayhisalom bashorat beryaptilar. Ammo kimningdir odatiy kuni yoki nazr qilib olgan rozasi yoki qazo rozasi bo'ladigan bo'lsa, bu rozalar bunga kirmaydi.